Puldor o'qitgan. Men o'qigim kelmay qolgan. Adam rahmatlining zo'rlari bilan hamdagan amallab bitkizganlar meni o'rnimga. Mani gapim o'zi ekan. Bu maktabda bo'lmagan, Abdu o'qigan buni bilmaylar-da. Yo'q. Ularganda dedi. Maktabda bo'lgan emas-da. Maktabda bunaqa qilmaganman dedi. Yo'q, o'sha Institutni ko'p keladi. Institutini eshitgan bo'lishlari mumkin. institutda etgan. Maktabda etgan emas. Ruchkani maktabda 1-sinfda yutganman. Ruchkani qopqog'ini. Astaga rahmatli bir kun ko'chada bolalarning lankasi daraxtga ilinib qolgan ekan. Lanka o'ynaydi-yu. Instan kelyotgandim. Aka olib bering deyishdi, bo'yim baland, haligini oldim-da, bir zoqim kelib ketdi-da, bir ikkita tepdim. Lankani. Astaga rahmatli ko'rib qopdilar shuni. Keyin ko'rishdim, o'tib ketdim. Ertasiga ham inniniga keldilar bizanikiga, adamlarga aytibdilar, o'g'lingiz ko'chada lanka tepib yuribdi, eski bormasdan. Biza ham mana shu shu maktabda o'qiganda kelayotganda Absamat og'ayni bor, uni o'lib ketdi-yu. O'g'li Dilshod, Absamat degan taniyman. Taniyman, Absamat deganni ham biladim. O'sha mana keyin qo'lida saat o'yiga kirib rosa lanka o'ynadi, o'yiga keladi. Yo'lda edi-da, yo'lda. Bola dedi hammasi bo'ladi, lanka o'ynaydi, chillaga o'ynaydi. Ya qizig'i haligi hech qayerga ketib qolmaganman, boshqa qilmaganman, shu to'g'ri institutdan o'yga kelayotgan paytim bo'lganda, boshqa payt bo'lsa alam qilmagan. Qilmasdi. O'sha imonni hali bolam lankasini olib berib keldi, ikkita tepganimni astagam ko'rib. O'sha ham mayli unga xafa bo'lish kerak emas. O'sha bo'ladigan narsa ham bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi-da o'shada. Demak, mani orqamda odam yurar ekan, bilar ekan deb keyin o'ynamaysan ham. Nima xafa bo'lish, o'sha paytda bir kun xafa bo'lgan bo'lsam bo'lgandirman, hozir xafa bo'lmayman. Nima deysiz, Abduham? Gapirsa ishchi. Nimaga chaqirdimi ishxonaga? Yana kelgin dedimi? Yo'q, pul ozroq. Ozgina pul olib, pul qolib ekan oladi. Necha million? 1 million 300 ming. 1 million 300 ming. Yo'q. Qobil eshitib, ziyofat qilgan bo'ladi. 1 millionni anaqa kartochka berdi, 300 ming qo'yib berdi. Plastik kartami? Plastik kartochka 1 million berdi-da. U ham plastik kartochkani ham unaqa sirogi bo'lar ekan. Sirogi o'tib ketibdi. Borib bankka borib sirogini cho'zdirib, keyin yozdirib keldi. Bankka ekanmi? Ha. O'sha yerda ishxonani oldida bank bor ekan. Benzin oladi, magazindan oladi, shakar oladi, o'radi. Ha, Omonjonga berib qo'yman, nima qilsang qilasan. Siroyo uchastka ko'chib chiqmoqchi, Siroyoli. Siroyoli ko'chib chiqmoqchi, yangi uchastkaga. O'shanga bitta ikkita bilan olib berasan dedim, kerak narsasini. Yaxshi. Anlading. Ana. Yaxshi bo'pti, nima? Anu dadasi ham birga boradi ham bo'pti-da. Endi ularni mo'ljali o'zi Siroyolani olib qolishdi-da. Siroyo qolmabdi-da. Ha, u qolmadi, Kenjatoy. Siroyo qaynisi chiqarish mo'ljalligi bor edi. Siroyo vaqt bemahal qaynotasiga ukoq qilib turib, mana qarab turardi. O'shanga Ani misol lopasroq deydi-yu, anu kelin sanat. Endi Xudo bir asragan ekan, anaqa Habib bilan kelmoqchi edi. Xudo bir asraya. Shokir Rahmatlining kelinini singlisi ekanda. Bizga ham aytdi, kim Hamidani ham borib ko'rdi. Anaqa kimga ham
O'rganmadi. Chiqargan o'qishimni Hasanboy ish qanaqa edi? Amaliyotimi o'qitdi? Ha. Qilyapti ovqat. Oldin xursand bo'lib qolar, qizi bo'yi yetib qoladi. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Şu qilgan Qur'ondan hosil bo'lgan savobdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlariga, ularning zurriyotlariga, o'tgan tabiiyki aziz avliyoyu avvali oxir o'tgan mo'minalarning hammalari ruhiga, xususan qo'l ochib omin deb turganlardan umidvor bo'lganlar ruhiga, mana shu yerda mana shu yer egalari shu yerdan o'tganlarning ruhiga, ota bobolarimizni, qaynota qaynonalalarimizni umidvorlarni hammasini ruhiga, onalarni muborakni ruhlariga xolisolilloh, nabiramiz Fathullarning ruhiga xolisolloh bag'ishladik. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Bifadlika va karamika bi rahmatika ya. Hammanglar taninglar sog', umrli uzoq bo'lsin.
kelganinglarga rahmat. Endi o'tirsanglar bemalol. Agar ketmoqchi bo'lsanglar ruxsat. Sizni bemalol ketringlar. Keli chaqirdik. Sho'rva ichadi, sho'rva bersam. Inasi menga texnologiyasini yozib bergan dedi. Hammasini yozib berib, oshni, sho'rvani nima qilib berib keldim. Rahmatli Akram akam jo'rpat dedi. Ya endi hammomga so'zam vornalarni hammasini shu bechara yuvib. Armiyada o'rganib qolgan dedi. Ular vayandaymi, prokurormi bo'lganlar o'zi? Ha. Unaqa oblastni voyankom bo'lgan Buxoroda. Buxoroda voyankom sar bo'lganda endi o'tda bitta qo'rqitib qo'yganmi, yuragini olib qo'yganmi? Biz endi nimadan keldik-ku? O'tdan nimaga bordik? Sochidan Suxumiga bordik. Elektr poyezdda. Elektr poyezdda ketyapmiz. Endi tez yurarkan bir gruzin bitta bloknotga o'xshagan nima ulashib ketdi. Keyin pulini qaytib kelib olar desam, keyin yetib bordi, kelmadi pulni olmadi. Ochib qarasam, Stalinni, o'g'llarini, o'zini rasmi, hammasi Stalinni oqlab, hammasini maqtab qilgan ekan. Keyin borib, nasiga Suxumiga borib, nimadan tushdik, elektrichkadan tushsak, bir rus kayfi bor ekan, haligini endi gruzinlar itti bolasida qilib urib uchasiga o'pirib olib ketdi. Nasiga sekin biz endi mehmonxona qidirib ketyapmiz. Haligi ofis punkti yoniga andan sabakin mana bu katta eshigidan katta eshigi ikkita keladigan Stalin rasmini osib qo'yibdi. Bu yerda Suxumida. Keyin sekin borib mehmonxonaga kirsak, bir rus bo'lsa kerak, xizmatkor bo'lsa kerak. Keyin bizlarni ko'rdi-da, xo'jayinni so'rasa, xo'jayin hozir dedi, qo'lida dedi, anaqa kalit o'ynab tushib ketdi. Sizlar so'rasanglar ikkita joy bor, darrov beradi dedi. O'zbeklarni yaxshi ko'radi dedi. Keyin shu darrov haligidan ruxsat olib chiqdi-da, ikkita joy berdi. Haligi joyda endi hammasi chechenlar ekan, qanaqa yotov dedi, qo'rqoq qo'ygan ekanda, qo'rqib qo'ygan ekan. Bizlarga nima qiladi dedim dedi. Kechasi yotamiz, ertalab turib ketamiz. Dedimda, haligi shimlarni pul bor, o'rin tegishgan deb tanlab yotdi-da, ertalab turib nasiga anaqa o'zaro restaga bordik. Bordikmi, o'zaro restaga bormadik? Men yotamonga bormaganman. Endi o'zaro restaga boramiz dedi. Vali turib endi yo'q qarab ketdik. De mashinaga o'tirib bizda endi mashina to'la gruzin 1200 metr balandga ko'tarib olib borar ekan. Momaqaldiroq bo'lib sel quyapti, qars-qurs momaqaldiroq. Ular endi parvoyaga ham kelmaydi, ashularni aytib vang'ilab ketishyapti. Bizlar olibda bo'lib ko'ynak bilan chiqib ketyapmiz, so'yyapmiz. Endi valilar yeta qolsangiz deyman. Borib endi o'zaro restaga bordi-da. Hali cho'q o'sha o'zaro restoranchida Stalovoy bor ekan. Stalovoyga bordi-da, anaqa yaxshi qo'y go'shtidan ko'p qotgan ekan. Ikkita ko'p oldik. Bir sutgan suv qo'yib ichdik. O'zaro restorani ko'rdik. Deynasiga yana mo'yinada qaytib kelibmiz. Buni nimasi yaxshi desa, gruzinlar nima deydi? Hamma millatlarga deydi, jannat ulashib bizlarga mana shuni qoldirgan deydi, jannat o'rniga deydi. Bizani xo'jayin bayramlarda butun kollektivni Chorvoqga, Hojikentga olib borib, dasturxon yozdirib, ovqat qilib berib,
Shunaqa qilardi bayramlarda. Ha, yaxshi-da. Bir gal qaytayotganimizda aytyapti. 70 kilometr, 80 kilometr yurib kelamiz mashinada, ishdan kelgan cho'tga. Ha. Shu yerda o'tirib yeymiz, ichamiz. Ozgina o'yin kulgi qilamiz, yana itdek charchab qaytib ketishimiz kerak. Undan ko'ra Qobil dedi, ishchilarga hammasiga bir 50 ming, 60 mingdan premiya yozganda kilo go'sht, yaxshi ishkalat, bitta aroq, bitta konyak qilib sumkasiga solib berib bo'ldi, ketaversin shu bilan. Ha. O'yida pishirib yeb ichib o'tiradi. Ha, hali o'rgatchilik yo'q. Ovoragarchilik. Ha. Hammasi o'ras ishxona asosan. Endi premiyalar ham yo'q bo'ldi deganing. Ya bayramda berib turadi, endi hozir ko'ramiz. Endi xo'jayinda shunaqa sog'al insonparvarroq bo'lsa, nafsiga tortmasa yomon bo'lmaydi. Yaxshi odam endi hozir sal siqib qo'yishdi. Ha, shunaqa bo'lsa-nu. Davlat bermagan pul. Zakaz yo'q. zakaz bo'lmay qoldi. Zakaz yo'q. O'ziga ko'prikka ruju qiluvdi-da o'zi. Ha? Ha, ko'prikgacha Endi nima qilyapti anu nimani o'g'li? Ishlayaptimi Tohir o'g'li? Nosirjon. ha, u ishlayapti. Ha? Ishlayapti u ham. Nosirmi? Nosir. Nima yuqoriroq ko'tarilgan? O'sha haligi baza bor, beton narsa chiqaradigan, betondan plita, balka chiqaradigan. O'sha bazani boshlig'i. Ha, yaxshi. Oilalar yaxshidir. Ha, endi tirikchilik o'tib yuribdi. Bo'lar. Qizi ham katta ishlaydimi? Kimmi? Zohidda. Ha, u Sergelida. Sergeli. Sizlarga qarashlaymi? Bizga qarashli bizlarning 3 ta bo'linmamiz bor-da. Ha, Bittasi aeroportda, bittasi Sergelida, bittasi Qoraqalpoqda Taxiyatoshda. ha, Nosirjon aeroportdagida ishlaydi. ha, Zohid akamning qizlari Sergelidagida ishlaydi. ha. U haligi sekretniy hujjatlar bilan ishlaydi. Shunaqa, ha, yaxshi.